O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlar salomatmisizlar? Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Xudo xolisi bugundan boshlab har bitta salonimizdagi mototexnikalarni birma-bir obzori bilan tanishtirib o'taman. Narxi to'xtaladigan bo'lsa, endi bizning saytimiz bor. Ekomoto saytiga o'tib, kirib texnik ma'lumotlar, undan tashqari va albatta narxlar bilan batafsil tanishsangiz bo'ladi. Bugundan boshlab sizlarga xudo xolisi bir-bir texnikalar bilan ko'rsataman. Bugungi texnikamiz hop, Lifan LF152G modeli bo'ladi. 150 kubli воздушный охлаждение bo'ladi bunda. Hop, 13 litrli yoqilg'i bakini hajmi, elektron tablo, mana. Starter elektri, oldi gidravlika bo'ladi, jidkis mana turibdi. Hop, buni ham ko'rsanglar, mana faralarni o'chirib yoqadigan включательlar bor, starter bor bu yerda. Qo'shimchasiga ham дополнительный juda ham bir qulay USB port bilan jihozlangan, mana 12 volt. Bundan tashqari дальний ближний knopkalar, joystick o'tdi, margalka, подсос. Ertalab sovuq havoda qizdirishlik uchun qulay bo'lgan qo'shimcha detal bu ham. Signal, поворотниклар. O'ngga chapga oddiy farasiga e'tibor berasizlar. Tagida mana oddiy galigina bo'lsa, tepasida LED fara qo'yilgan. Hop, ushbu texnikamiz 100 km masofaga 2,5-3 litr atrofida yoqilg'i xarajatini amalga oshiradi. Oldiga to'xtaladigan bo'lsa, mana gidravlika tormoz, ikkita pochli support, balonning razmerlari to'xtaladigan bo'lsa 2,75-18 alyuminiy disk keladi va orqasiga to'xtaladigan bo'lsa, xudo xolasa mana barabanli tormoz bilan jihozlanyapti. 100/90-18 alyuminiy disk bunda ham. Gulishtillarimiz ham mana ko'rib turganlarda ajoyib, unaqa shovqin-suron bermaydi. Amortizatorlarga e'tibor beramiz. Unaqa gazoviy, mana ikkita tomondan amortizator, prujinniy, yumshoq, juda ham yumshoq texnika. Hop, kickstarterimiz ham bor mana. Kickstarter bu bilishingiz uchun, agar mabodo akkumulyatorlar o'tirib qoladigan bo'lsa, ushbu kickstarter yordamida zavod qilsangiz bo'ladi. Bu ham qulay. Воздушное охлаждение bilan jihozlanyapti. Воздушное охлаждение bu kam расход deb bilaman. Qancha navrot bo'lsa, shuncha bosh harorati ko'p bo'ladi o'zi odatda texnikani. Orqa mana farasiga e'tibor berasizlar. Qo'shimcha mana bunaqa dastavkada yuradigan okalarimiz uchun ham не только dastavkada endi qulayroq bagaj o'rnatsanglar bo'ladi bunga. Odatda kun sharoitida ham, masalan, ro'zg'or uchun ham foydalansanglar, qo'shimcha kofralarni qo'yib olib, bemalol ro'zg'oringlarni ortib yursanglar ham bo'ladi. Shahar uchun optimal yechim deb bilaman bu texnikani. Chunki unaqa qimmat ham emas, rasxodi ham kam. Shunga qaramasdan juda ham sifat o'zi Lifan'da yuqori. Nimaga desanglar, 2013-yildan beri bozorimizda mavjud. Bizda bo'lsa 2023-yil oxirida Lifan'dan rasmiy agentligini olganmiz va 2024-yil mart oyidan boshlab faoliyat yuritib kelamiz. O'sha mingdan oshiq mijozlarimizga xizmat ko'rsatdi, texnika sotdi. Xudoga shukr, hali unaqa podvayt qilgani yo'q. Lifan'ning O'zbekiston bozorida o'rni juda ham katta. Narxi to'xtaladigan bo'lsam, aytdim sizlarga, endi saytimiz bor. Xudo xolisa o'sha sayt orqali kirib narxlar bilan tanishsangiz bo'ladi. Bugungi texnik obzorimizda mana Lifan LF152G modeli bo'ldi. Xudo xolisa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sizlardan like, comment, подписки, repost, поддержка, xullas, menga sizlarning yordaminglar kerak. Bundan buyog'iga maksimal darajada repost qilib tarqatib olsanglar xursand bo'laman. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.